7 koreys yoshlari Washingtonda bir mexanik qutining oldida turibdi. Quti aylanmoqda va ularning ovozi vaks silindriga yozilmoqda. Ular bilishmaydi. Bu ovoz aslida nafaqat Arirang qo'shig'ining butun dunyo tarixidagi, balki koreys tilidagi qo'shiqning birinchi yozib olingan yozuvi bo'ladi. Endi oradan 130 yil o'tib, yana 7 koreys o'sha qo'shiqni butun dunyoga qaytadan eshittirmoqda va ular buni shunchaki musiqa uchun qilishmagan. Bugun BTSning yangi albomi Arirang haqida gaplashamiz, lekin oddiy comeback tahlili emas. Bu albomning ichida 130 yillik tarix, yashirin ramzlar, falsafiy g'oyalar va rekordlar bor. Hammasini boshidan oxirigacha aytib beraman. Qani boshladik. Avval asosiy savol: Arirang nima? Arirang bu Koreyaning eng mashhur xalq qo'shig'i. Ko'pchilik uni Koreyaning norasmiy madhiyasi deb hisoblaydi. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra bu qo'shiq 600 yildan ortiq vaqt davomida og'izdan og'izga o'tib kelgan. Va eng qizig'i, Arirang aniq bitta qo'shiq emas. Yuzlab yillar davomida har bir avlod uni o'zicha qayta yozgan. Bugungi kunda Arirangning 3600 dan ortiq versiyasi mavjud. Aytgancha, UNESCO bu qo'shiqni bir emas, 2 marta nomoddiy meros ro'yxatiga kiritgan. Birinchi marta 2012-yilda Janubiy Koreya taqdim etganida, ikkinchi marta esa Shimoliy Koreya taqdim etganida. Ya'ni bu qo'shiq siyosiy chegaralarni ham tan olmaydi. U butun koreys xalqining umumiy qadriyati. Arirangning markazida bir tushuncha bor: Han. Bu so'zni hech qaysi tilga aniq tarjima qilib bo'lmaydi. U chuqur qayg'u, sog'inch, og'riq va shu bilan birga chidam va sokin umidning aralashmasi. Aynan shu his qo'shiqning negizini tashkil qiladi. Endi savol: nega BTS aynan shu nomni tanladi? RM Apple Music intervyusida buni shunday tushuntirdi. Armiya xizmati davrida u o'tmishni eslagan, armiyani sog'ingan, birga o'tkazgan damlarini xotirlagan. Bu his-tuyg'ular albomga singdirilgan. J-Hope esa shunday qo'shimcha qiladi: bu albom orqali biz o'z ildizlarimizni va koreys ekanligimizni ko'rsatishni xohladik va menimcha bu juda tabiiy chiqdi. Qo'shiqning hikoyasi BTSning so'nggi yillariga juda mos keladi. Arirangda ayriliq bor, sog'inch, kutish va oxirida qayta birlashuv bor. BTS a'zolari deyarli 4 yil ajralishdi. Armiya ularni kutdi va mana ular qaytishdi. Aytgancha, BTS Arirangga qiziqishi yangi narsa emas. 2016-yilda Fransiyada ular Arirangning 4 ta turli versiyalarini bitta chiqishda birlashtirib ijro etishgan. Endi eng qiziq qismga keldik. Albomning haqiqiy ildizi. 1896-yil Koreyada ahvol og'ir edi. Yapon agentlari Malika Minni o'ldirishgan. Qirol Gojun rus elchixonasiga qochgan. Mamlakat parchalanish yoqasida edi. Aynan shu paytda 6 ta koreys yoshi va yana bir noma'lum talaba, jami 7 kishi Yaponiyadagi maktabdan qochishdi. Ular Vankuverga, Kanadaga yo'l olishdi. Lekin yo'lda pullari tugadi. Ular ingliz tilini bilishmasdi. Yaponiya konsulligi orqali ular AQShdagi Koreya elchixonasi Sun Hwan Bum bilan bog'lanishdi. Bu odam o'zi ham siyosiy surgunda edi va sil kasalligiga chalingandi. Lekin u talabalarga shaxsiy mablag'i hisobidan yordam berdi va Govard universitetiga kirishlarini ta'minladi. Govard tarixiy qora tanli amerikaliklar uchun universitet edi. O'sha paytda Amerikadagi ko'p universitetlar osiyolik talabalarni qabul qilishmasdi. Govard esa ularga o'z eshigini ochdi. Talabalarning ismlari Im Byung-go, Lee Bum-su, Kim Hun-sik, An Jun-sik, Yo Byung-hyun. Va ikkitasining ismi haqida topa olmadim. 1896-yil 24-iyun universitetdagi tadbirda ulardan qo'shiq aytishni so'rashadi. Ular ingliz tilini bilishmasdi, lekin o'z qo'shiqlarini bilishardi. Ular Arirangni kuylashdi. O'sha yerda Aris Fletcher ismli amerikalik etnolog ham bor edi. U bu chiqishdan shu qadar ta'sirlandiki, talabalardan yana qayta kuylashlarini so'radi va Thomas Edison ixtiro qilgan mashina yordamida ovozni vaks silindrga yozib oldi. Va shunday qilib, bu qo'shiq nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda birinchi bo'lib yozib olingan koreys qo'shig'i edi. 6 silindrlik yozuv. Bugun u Washingtondagi Kongress kutubxonasida saqlanmoqda. Endi o'ylab ko'raylik. 1896-yilda 7 koreys yoshi o'z madaniyatining qo'shig'ini Amerikada eshittirgan edi. 2026-yilda 7 ta koreys san'atkori o'sha qo'shiqning nomi ostida albom chiqarib, butun dunyoga eshittirmoqda. 7
Yana 7. Tasodifmi? Menimcha yo'q. Va BTSning o'zi ham buni tasdiqlagan. 13-mart kuni BTS animatsion teaser chiqardi. What is your love song? Teaserning eng boshida disclaimer bor. Bu video 1896-yil 8-mayda Washington Postda chop etilgan Govardagi 7 koreys maqolasidan ilhomlanilgan. Teaserdan 7 koreys yoshi okean orqali Amerikaga suzib boradi. Ular Govard universiteti oldida qo'shiq aytishadi. Keyin tezda zamon o'zgaradi. 2013-yil BTS o'zining birinchi stadion sahnasida turibdi. Tomoshabinlar olomon, yorug'lik va xuddi o'sha qo'shiq va eng aql bovar qilmaydigan detal armiyalar tezda bir narsani sezishdi. 2026-yilda aynan bu voqeaga 130 yil to'lgan. Hatto undan ham qiziqrog'i 130 oyni 2026-yil martdan orqaga sanasangiz 2015-yilga mayga to'g'ri keladi. Bu BTSning The Most Beautiful Moment in the Life Part 1 davri boshlangan vaqt edi va ular I Need You bilan birinchi musiqiy g'alabaga erishgan oy. Bu tasodifmi? Agar tasodif bo'lsa, juda ham zo'r tasodif. Endi raqamlarga qaraylik. Albom 2026-yil 20-martda chiqdi va birinchi sutkadayoq tarix yozdi. Albom birinchi 24 soat ichida 110 million marta tinglangan. Bu K-pop tarixidagi rekord hisoblanadi. Spotify'ning umumiy global chartining 14 yuqori o'rni barchasi BTSning qo'shiqlari. Swing birinchi o'rinda, Body to Body ikkinchi o'rinda. Faqat birinchi kunda 398 million jismoniy nusxa sotilgan. Bu shunday ko'p sotuvki, BTSning oldingi bir haftalik rekordlari bu safar bir sutkada amalga oshgan. Apple Music'da K-pop tarixidagi eng katta bir kunlik debyutni ko'rsatdi. Yaponiyada 541 ming nusxa bir kunda sotilgan. Yaponiya tarixidagi har qanday xorijiy san'atkor uchun bu rekord hisoblanadi. Albom AQShda Billboard 200 ning birinchi o'rnida 3 hafta turdi. Nima uchun bu albom shunchaki musiqa emas? So'nggi yillarda, ya'ni BTS bo'lmaganida K-pop g'arbga qarab harakatlandi, ya'ni g'arbga intildi. BTS aksincha qildi. Ular koreysmiz va o'zimiz bo'lib qolamiz degan yo'lni tanlashdi. RM Apple Music intervyusida shunday deydi. Arirangni tanlash tabiiy edi. Bu sog'inch, nostalgiya va aloqaga to'la qo'shiq. Bu hislar barcha chegaralarni kesib o'tadi. Demak, Arirang shunchaki albom emas, bu 130 yillik tarixning davomi. Bu 7 talaba va 7 a'zoning ramzli bog'lanishi. Bu Arirang qo'shig'ining yangi sahifasi. Agar bu hikoya sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda BTS va K-popning yana ajoyib hikoyalarini sizga olib kelaman. Like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Sizningcha 7 talaba va 7 a'zo o'rtasidagi bog'liqlik haqiqatan ham tasodifmi? Keyingi video mavzusi qanday bo'lishini xohlaysiz? Albom tahlili yoki teoriyalar haqida gaplasharmiz balki? Albatta yozib qoldiring.